Bemorlarimizdan kelayotgan ko'p savollardan biri eshitish moslamamda doimiy shovqin chiqib turadi deb murojaat qilishadi. Bunga asosiy sabab har bitta insonni tashqi eshituv yo'li har xil bo'ladi. Yosh insonlarda tashqi eshituv yo'li kichkinaroq, katta insonlarda tashqi eshituv yo'li esa kattaroq bo'ladi. Har xil bo'lganligi sababli universalniy vkladishlar shu tashqi eshituv yo'lini to'liq yopmaganligi sababli eshitish moslamasini taqqanda shovqin chiqib turadi. Tovush chiqmasligi uchun bizga murojaat qilishsa, biz har bir insonni qulog'idan individual vkladishlar yasab, eshitish moslamasini individual vkladish bilan moslab beramiz va tashqariga shovqin chiqmasligini ta'minlab beramiz. Agarda sizda shunga o'xshagan savol murojaatlar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz unga javob berishga harakat qilamiz.